Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, aziz yurtdoshlar, barchangizga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugun 24-oktyabr 2025-yilni juma kunida turibmiz. Andijon mebel markazidan sizlarga to'g'ridan to'g'ri yotoqxona to'plamini taqdim etmoqdaman. Spanli garniturlarimiz bular MDF'li bo'ladi. Eshiklari ham, shkafi ham kattaroq. 270 bo'ladi buni bu yog'i. Bo'yiga 210, 215 bo'ladi. 6 qanotli MDF'li shkafi. Bu kravati, ikkita tumbichkasi bor. Mana bunaqa yonadigan diodlari bor. Trimosi ham dumaloq shaklda oynasi yasalgan va diodlari bor, yonadigan. Ushbu naborimizni narxlarini sizlarga aytib o'taman. Bularimizni 12.750 mingdan O'zbekistonning barcha shaharlariga chiqarib beramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bizda nasiya savdo, ya'ni halol nasiya savdo va muddatli to'lovga ham xarid qilishingiz mumkin. Naqd, plastik orqali to'lovlarni amalga oshirishingiz ham mumkin. Keyingilarini bir ko'rsataman. Bu ko'rib turgan Ispaniya garnitur, ya'ni yotoqxona to'plamimiz ham juda chiroyli shaklda yasalgan. Buni ham shkaflari 6 qanotli bo'ladi. Oynalari ham diodli yonadigan bo'ladi. Hozircha buni yoqmaganmiz. Ikkita tur yonida tumbasi bor. Matraslari ortopedskiy matras, ikki tomonlama bo'ladi. Bularimizni narxlari 11.800.000 so'm. Bemalol buyurtma berishingiz mumkin. Albatta nomerlarimizni qoldiramiz. Naqd, plastik yoki halol nasiya muddatli to'lovga xarid qilishingiz mumkin. Ushbu naborimiz ushbu qora va mana bu mebelni sevuvchilar uchun ham juda chiroyli tarzda yasalgan. Bu yerda cho'ntaklari ham bor. Shkafini eshiklari relisli, ya'ni kupeli bo'ladi. Yoniga ochiladi. Va mana bu trimosi ham aylanadigan. Bu yerda ichkarida seyflari bo'ladi. Bu yotoqxona to'plamimizning narxlari 9,5 million deyapmiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. O'zbekistonning barcha shaharlariga yetkazib beramiz. Andijon viloyatining o'zida olib borib o'rnatib berishlari xizmatlari bor albatta. Boshqa viloyatlarga esa chiroyli qilib upakovka holatida chiqarib beramiz. Naqd, plastik yoki muddatli to'lovga xaridlarni amalga oshirishingiz mumkin. Va mana bu komplektimiz ham ushbu fasonimizni, ushbu dizaynimizni modeli bir xil bo'ladi. Rangida, rasvetkasida farqi bor xolos. Narxlari bir xil. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ushbu Euro variantdagi modelimiz ham yangicha dizayn, yangicha ko'rinishda chiroyli qilib ishlab chiqdik. Mana bu yerda trimosi ham mana yonadi, atrofi diodi bor. Mana bu pufiklari bilan birga shkafiga ahamiyat bersak 6 qanotli eshik bo'ladi va ichi diod bilan yonadi. Bu yerda oynalari ham va mana bu vishilkasi ham mexanizmli bo'ladi. Buni tortasiz. Albatta bo'yi pastroq, bo'yi yetmaydigan opalarimiz, singillarimiz uchun qulaylik qilib yaratilgan mexanizmli vishilkasi bor. Bu modelimizni narxlari
13.850 ming so'm deyapmiz. Bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Naqd, plastik va nasiya savdoga xarid qilishinglar mumkin. Keyingisini ko'rsataman. Xo'p, va bu modelimiz. Bu ham mana trimonlari chiroyli qilib go'zal ravishda yasalgan. Shkaflari ham 6 qanotli bo'ladi. Kravatlari bor. Mexanizmli kravat. Buni ko'tarib olsangiz tagida 100% mana kladovkalari bor. Rossiyskiy mexanizm o'rnatilgan. Fasoni bir xil, lekin mana bu shkafida ichi ko'rinadigan oynali bo'ladi, ichida diodi bo'ladi yonadigan. Bularimiz ham narxlari 12.850 ming so'm. Bemalol murojaat qilishinglar mumkin. O'zbekistonning barcha shaharlariga yetkazib beramiz. Naqd, plastik yoki muddatli to'lovga xaridlarni amalga oshirishingiz mumkin. Va videomiz so'ngida aziz yurtdoshlar, ushbu panda deymiz, ushbu to'plamimizni, ya'ni yotoqxona to'plamini, uni oldi fasadlari 100% MDF bo'ladi. Va mana bu trimonlari ham sensorli oynalari yonadi har xil rangda. Va mana bu spanezini ikkita yonida ham sensori bo'ladi. Shunday shaklda yonadi, bu tomoni ham shunday yonadi. Bu panda fasonimizni qiziqqanlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib xarid qilishinglar mumkin. Ularimiz ham to'lovlari siz istagan usulda amalga oshiriladi. Naqd, plastik yoki muddatli to'lovga, halol nasiyaga xarid qilishinglar mumkin. Aziz yurtdoshlar, barchaga kattakon rahmat deb qolaman. Videomizni mana shu qismigacha ko'rgan barchaga kattakon minnatdorchilik bildirib qolaman. Sizlarga yangiliklarimizni taqdim etishda albatta davom etamiz. Uzoqlashib ketmanglar, like va podpiska bilan qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Barchaga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.